Bunu örümütün men kılıbasam akasın nima bunun resmi judoq yollab qo'yib nima qilsanglar va? Keyingi va'dimiz bo'yicha 6 kun o'tsa shu Gongshanjuning yig'inining mazmunini yetkazgan vaqtimda Pinglinchiga nurg'unlagan al-ag'inlar, kesibdoshlar, bizni qilib qarshimizni ko'rolmayotgan birodarlarimiz bizning ustamlarning rasmini judoqlab yollab qo'ydinglar. Tor dunyosi yolg'iz sizlar bilan biz o'ynayotgan emas. Bu yerga nurg'unlagan odamlar chiqdi. Shular nima deb qoldi o'ylab qoling. Bu ustamning qopqin tugan yalni yollab qo'ydinglar. Men ma'lumni so'rayman hozir. Amin do'ying yollayman anglab olsang bo'ldi. Nima ish qopqin tuydi, nima ish shunda qildi? Nima sababdan men mush gapni deyman qasinlarga. Mush jihatda kallanglar bo'lsa o'ynab olsanglar bo'ldi. Bizning maqsadimiz hargizmi oshpaz bo'lganga bularni to'yg'izish emas, yoki bularni qilolmay qolish zo'rg'anligimiz emas. Biz faqat oshpazlik, yemek-ichmak qonuni yo'l qo'ygan dairada oshxona ochaylar, iste'molchilarga yaxshi bo'lgan, ishonchli bo'lgan tomoqlarni sunaylik deb biz yemek-ichmak qonunini yetkazdik. Bu yerda o'zaro undaq qilishning hayoti yo'q. Mush oshpazlar shu qonunga, shu qoida tuzumga bo'ysunolg'achqa efendim çay talmırda işlevatı da ben ulanın maaşını aymayı bir batıma. Hatta muş bana maaş toğurluk mu izip koyarsın? Onda olsa birinci olarak kapkın tüken balamış şu an. Sana ustam. Özlü genci olsan la pakla. Yaxshimisilar tuqqanlar, men efendim çay ta'mirlash oshxonasiga sanspez bola bo'laman. Mening rasmimni jidoq billab qo'yapsizlar. Qapqin degan bola modab. Endi mana shu lobam bor, bizga yaxshi bo'lsin deb har xil qonun tuzmaslik faoliyatlarni har xil tarbiya ta'limni bilib turdi. Biz shu oshpazlik shu qonun tuzum ostida, pokiz bo'lgan muhit ostida shu qasnaq tomoq chiqishga biz amal va tirishimiz, yana tirishimiz. Lobam bizga yaxshi bo'lsin deydi. Biz men bu oshxonaga 2 oyda ishib qoldim. Başım joyidan, tamoqim joyida, yotqim joyida. Endi meni qapqin tuydiganimga qattiq yaxshi bo'lmabdi. Sal mazal deyman. Men o'g'ilda gap bo'ldi. Tuzumning qattiqligi olmayganligi emas. Faqat sovuq to'ngib qolganlik sababini bo'ladi. Hamda bu yig'inni ichib ishida ochsam, o'ylab qo'yib buning unumi yaxshi bo'lmaydi. Chunki bu yig'inni men bu sovuqda o'ltib, tutib anglab kelgan. Mush ustamning hammasi shu qoidasiga bo'ysunadi. Boshqa yo'llamabsizlar. Mulozimatchilarni yo'llamabsizlar. Müşahideki oltudan usulünü ciddi yaptılar. Vay yakışım yaptı. Bana ile kailemezken diyen bana abi şu an. Aşkana gel 2 yıl oldu. Kavapçılıkla bitirip bugün bana bazer mencan hanım çilep. Mencanlık bunların günü ortada. Anda olsa muşbanlık tesirat anla bakalım. Ağzını tutup sözler. Bak olmamam sıkın hem de. Sonalda ne oylağımızda şundayla. Siz ne? Bunda o kapkanız tügününü çıkarıp mabal qaylamaskan yoki meni ochig'i ekan, ya meni tuzuk bo'ysunmakan degandek nurg'u gapini yo'llab qo'ydi. Bu sizning inovatingiz va meningki inovatimga ta'zir ko'rsatgan gap ekan. Endi o'ziga qolganlik ham qoyil olmaganlik emas bu. O'zim mashina kelgandikin ham aytgan shu so'qoqdan o'z qalaqa ishlaydi. Akşam buni aqasini ko'rgandan balkim ba'zan yotqandan chiqmaytib ko'rgansizlar uni. Bu soat 8 bo'lmagan soat, so'q vaqt aytgandan. Shu endi düdügütüp az qolgan, olmaganda chiqib qatqa ishib ba. Endi bu qoyil olmaganlik emas, biz shu Lobam bizga yaxshi bo'lsin, shularga biz men mushkamni qilsam, keyincha cho'ng'alab nari chiqsa, boshqa joyga qalab qatqa ishonmaydi deb deydi. Bu gapni men boshqani kelgan oldigan 2 yil olib qoldi. Kopchiq o'ynab bo'ldim, hozir men javob o'rganyapman. Unga qaynomoqqa ishonmaydi. Qasamlar ham yo'llab yibsizlar uni. Men boshqalarni yo'llada 3-4 qitim kelib qoldi bu narsa menga. Biz kulib yollaydi, biz unda deb yollaydi, unda yollab versen bu bir yerde yaxshi olmaydi. O'zing qarshinglik hayvon yo'q uning. Qo'llash bunda bo'lmaydi do'rdashlar. Qo'lliqlar bo'lib qolsa bu bo'ladiki, chiroy ifodasini yo'llab qo'ymay, yaxshi qilibsiz. Oshpaz bo'lsanglar, bizlar o'xshash kasbga bo'lsanglar, shu yig'inning ro'yidan foydalansanglar bo'ladi. Shu ko'zning nurg'unlarini bamdinglar. Men to'liq biraman. Chunki shu yerga borgan vaqtimizda biz jamiyatda nima ish bo'layotdi? Qonun zodi nima deydi? Biz qanday usulda oshxona ochamiz? Yemek-ichmakni qanday taraqqiy qildiramiz? Oshxonamizni qanday ochamiz? Qanday taraqqiy qildiramiz degan ustida plan tuzaymiz. Shunda bo'lgandan qo'llig'inglar bo'lib qolsa, göncu qilib olsanglar, yurak bassanglar, yaxshi bo'lgan pullardan yasanglar, saqlanib foydalansanglar, men ishning unumi ko'rgan bo'ladi. Bu yerda hammasi xato olmaygan yo'lga qo'ysanglar, buni boshqalarga bo'lib qoldi. Mana esnigan bola mana shu mana. Esnigan bola gencu sanlaysan-da. Ha, nima deb esnidi? Aytganligim soat 5 kelgan ekan. Ha. Axir yig'ib haldi. Yig'dan chiqqan eslab qoldim. Ha, tuzukga bo'ysunamsiz, sonini tushunammancha. Bo'ysunaman. Bak esniganni yo'llab qo'yapti. Şu doyunu ko'rayotganlar shu bayan degandek shu yotgan chiqmay ko'rasizlar. Menjan bola soat 5 kirib qimijg'uyda ochganda. Men soat 8 yig'in ochdim, men yig'inning vaqti uzab ketdi. 20 soat bo'lib qoldi cho'ba. Shunga esnab qopdi.
Bu esnab kapağıcı gaz ikili bilen mesnat yollap koysalar. Ma bala numus kılıp izzat atep. Bunun tonuş bilişiri yok mu? Oğal alıp toy kımına muhabbeti var bunun ma. Kırk zağız tutmam da yollap koysalar. Tüzük iş kılınma tordaşlar.